Sahabiler izledin, çaknıgan izzet nuri, Ütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirlar, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Museb'tek, şir yürek oğlanları. Abdullah ibn Salam. Cenneti kishilarga qarab xursand bo'lmoqchi bo'lganlar Abdullah ibn Salamga qarasin. Sahabilar. Husayn ibn Salam ayni chaqlardagi Madinaning kattalaridan edi. Madinadagi har xil din ahli uni kishilar ichida taqvo, solih parhezkorligi bilan tanilgan samimiy odam deb hurmatlaydi. Husayn intayin xotirjam turmush kechirdi, lekin u vaqtini hargizmi bekor o'tkazmaydi. U vaqtini 3ga bo'lgan bo'lib, uning bir bo'lagini chirkovida vaz nasihat qilish uchun, ikkinchi bir bo'lagini xurmolik beg'ini parvash qilish uchun, uchinchi bir bo'lagini dinni tushunish uchun Tavrat bilan haplashib o'tkazadi. U har qatim Tavratni o'qib, burunqi payg'ambarlar va uning oxirgisi bo'lgan Makkadan chiqadigan payg'ambarning bishorati haqidagi xabarlar ustiga kelganda uzoq to'xtaydi va bu kelgusidagi payg'ambarning sifatlari, alomatlar to'g'risidagi bayonlarni qayta o'qiydi. Kitobda xabar berilgan payg'ambarning o'z yurtidan Madinaga keladiganligidan ham bu yerda turadiganligidan intayin suyunadi. U har qatim bu haqdagi mazmunlarni o'qisa yoki bu mazmunlar uning xayoliga kechsa, u ashu payg'ambarni ko'ra olishi va uningga ishonib iymon etquchilardan avvalgisi bo'lishi uchun umrining uzun bo'lishini umid qilib Allohdan tilaydi. Allah Husayn ibn Salamning duosini ijobat qilib, uning umrini hatto to'g'ri yo'lga hidoyat qiluvchilar uchun rahmat elchi qilib avatilgan payg'ambarning kelishigacha uzun qildi. Hamda uni bu payg'ambar bilan uchrashish, uning bilan hamsuhbat bo'lish, u orqali avatilgan haqdan bilan sharaflanishga muyassar qildi. Biz uning islomni qabul qilish jarayonining qandoq bo'lganligini o'z og'zidan anglaylik. U bu haqda to'xtalib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalomning oshkorlanganligini anglaganimda, men uning ismini, nasabini, sifatlarini, kelgan vaqti va o'rnini surishtirdim. Hamda anglaganlarimni Tavratda bayon qilingan sifatlar va u to'g'risida berilgan bishoratlar bilan selishtirdim. Oxirida men uning haqiqatan Alloh tarafidan avatilgan, kitoblarda oldin bishorat berilgan payg'ambarning dal o'zi ekanligiga ishondim. Lekin men bularni yahudilardan yo'chirdim va bu haqda hech bir so'z qilmadim. Bu ahvol Allah payg'ambar alayhisalomni Makkadan elib chiqib, Madinaga elib kelguncha shu bo'yicha davomlashdi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga yetib kelib, Quba kentiga kelib tushganda, bizning yenimizga bir odam kelib, bir payg'ambarning bu yerga yetib kelish oldida ekanligini xabar qildi. Bu chaqda men xurma daraxti ustida ishlayotgandim. Mening hammam Xolida binti Haris daraxt tubida o'ltiradi. Men bu xabarni anglagan hamon o'zimni tutolmay, Alloh buyukdir, Alloh hammadan buyukdir deb to'lab ketdim. Hammam mening takbir aytganligimni anglab cho'chib ketib, Alloh seni ziyonkorlar ichida qilsin. Alloh bilan qasamki, sen Musa ibn Imronning kelganligini anglagan bo'lsangmi, bunchalik qilib ketmasding, dedi hammam. Ey hamma, Alloh bilan qasamki, bu payg'ambar Musa ibn Imronning qarindoshi. Shundaqli u ikkisi bir dinda. Bu payg'ambarmi Musa elib kelgan haq bilan avatilgan, dedim. Sizlar hamisha bizga o'zidan burunqi payg'ambarlarni tasdiqlab, Parvardigorining payg'ambarlarining oxirgisi bo'lib avatiladi deb xabar beradigan payg'ambar mushumu deb so'radi. Dal o'zi shu. Undaq bo'lsa bo'pti. Men darhol payg'ambar alayhisalomning qishig'i mangdim va u yerga berib, uning eshigi oldida nurg'un kishilarning qistilashib turganligini ko'rdim va berib qistilib uningga yaqinlashdim. Mening uning og'zidan anglagan tunji so'z: "Ey xaloyiq, salomni umumlashtiringlar. Och qolganlarga taom beringlar. Kechida kishilar uxlaganda turib ibodat qilinglar. Shunday qilsanglar jannatga omon eson kira olaysizlar" degan so'zlar bo'ldi. Men uningga zan selib qarashga boshladim va uning chiroyining yolg'onchining chiroyiga o'xshamaydiganligiga ishonch qildimda, uning oldiga berib, bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q, Muhammad Allohning payg'ambari deb guvohlik berdim.
payg'ambar alayhissalom menga qarab, "Isming nima?" deb so'radi. "Husayn ibn Salam." "Balki Abdullah ibn Salam", dedi payg'ambar alayhissalom. Men darhol "Abdullah ibn Salam, seni haq bilan avatgan Alloh bilan qasamki, bugundan boshlab men buningdan boshqa bir ismning bo'lishini yoqtirmayman" dedim. Men payg'ambar alayhissalomning qishidan qaytib, uyimga kelib, ayolimni va ahli avlodimni islomga chaqirdim. Ularning hammasi musulmon bo'ldi. Hammam Xolidami musulmon bo'ldi. U nihoyat yashinib qolgan edi. Men ularga, "Sizlar mening va o'zinglarning musulmon bo'lganliginglarni men ruxsat qilmoqcha yahudiylardan yoshirin tutinglar" dedim. Ular uningga ma'qul bo'lishdi. Ondan men payg'ambar alayhissalomning qishig'i berib, "Yahudiylar bo'htonchi, yuzsiz odamlardir. Men sening ulardan katta odamlarni huzuringga chaqirishingni, meni uylaringning biriga mo'kindirib qo'yishingni, ondan ular mening musulmon bo'lganligimni bilishdan burun sen ulardan mening haqqimni so'rab ko'rishingni, ularning nazaridagi mening o'rnimni surishtirib, ularni islomga chaqirishingni umid qilaman. Agar ular mening musulmon bo'lganligimni bilib qolsa, meni ayiblaydi, meni so'kidi va menga bo'hton chaplaydi" dedim. Payg'ambar alayhissalom meni uylarining biriga kirgizibdi va ularni uyiga chaqirib, ularga islomni tushuntirishga, iymonning go'zal taraflarini bayon qilishga, o'zi haqida kelgan kitoblardagi bishoratlarni ularga eslatishga boshladi. Biroq ular payg'ambar alayhissalom bilan asossiz qarshilashishga, haqiqat to'g'risida talashishga boshladi. Men ularning hamma so'zlarini anglab turdim. Payg'ambar alayhissalom ularning iymon etishidan umidini uzgan chog'da ularga "Husayn ibn Salamning sizlarning ishinglardagi o'rni qandoq?" deb so'radi. Ular, "U bizning rahbarimiz va rahbarimizning o'g'li. U bizning olimimiz va olimimizning o'g'li" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom, "Agar u musulmon bo'lsa, sizlarmi musulmon bo'lamsizlar?" deb so'radi. Ular, "Ohoy, u hargiz musulmon bo'lmaydi. Uning musulmon bo'lishidan Alloh saqlasin" deyishib ketishdi. Bu chaqda men yoshiringan uydan chiqib, "Ey Yahudiylar guruhi, Allohdan qo'rqinglar. Muhammad elib kelgan narsani qabul qilinglar. Alloh bilan qasamki, sizlar uning haq payg'ambar ekanligini bilasizlar. Uning haqidagi bishoratlarning qo'linglardagi Tavratda aniq yozilganligini ham bilasizlar. Men uning Alloh tarafidan avatilgan haq payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman. Uningga ishonaman va uni tasdiqlayman, uni e'tirof qilaman" dedim. Ular darhol, "Sen yolg'on aytding. Sen bizning eng eski odamimizning bolasi, bizning eng johilimiz va eng johilimizning bolasi" deb meni og'zi kelgan barliq ayiblash so'zlari bilan ayblashdi, so'kishdi. Men payg'ambar alayhissalomga, "Men sana Yahudiylar bo'htonchi, eski, aldamchi va pastkash kishilar demaganmidim" dedim. Abdullah ibn Salam islomga xuddi ussiz odam buloq suyiga tashna bo'lgandek tashnalik bilan kirdi. U Qur'onga shunchalik berildiki, uning lavlari Qur'onning oyatlarini o'qib qurmaydi. Uning dili payg'ambar alayhissalomga shunchalik berilib ketdiki, u payg'ambar alayhissalomning orqadan agishib yuribdi. U jannatga kirish uchun amal ibodatlarga shunchalik berilganki, hatto payg'ambar alayhissalom uning haqida bir bishorat bergan bo'lib, bu bishorat sahobalar ichida oshkora bo'lib ketgan edi. Bu bishorat Qays ibn Uboda rivoyat qilgan qissada bayon qilingan bo'lib, uni rivoyat qilguvchi mundoq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning Madina masjididagi ilm so'rinlarining birida o'ltirgan edim. Bu so'rinda dillarga aram, jonga rohatlik baxsh etguchi bir peshqadam kishi bor bo'lib, u kishilarga shunchalik ta'sirlik shirin so'zlarni qildiki, u odam o'rnidan turib manganda kishilar uning orqasidan qarshib, jannat ahlidan biror odamga qarab xushal bo'lmoqchi bo'lgan odam mushu kishiga qarasin deyishdi. Men ulardan "U kishi kim?" deb so'rasam, ular "Abdullah ibn Salam" deyishdi. Men ko'nglimda Alloh bilan qasamki, men bu odamga agishiman dedim va u odamning orqasidan mangdim. U mengib Madina shahri ichidan chiqdi. Ondan uyiga qarab mangdi. Menmo uning orqasidan kelib, kirishga ruxsat so'radim. U ruxsat berdi. Men kirganda u "Ey qarindishimning o'g'li, nima hojating bor?" deb so'radi. Men "Siz bayotdan masjiddan chiqib ketganda kishilar sizga qarab,
jannat ahlidan biror odamga qarab xushallanmoqchi bo'lgan odam mushu odamga qarasin deyishganligini angladim. Shuning bilan siz to'g'riliq bilish hamda kishilarning buni qandoq bilib olganligini bilish uchun orqangizdan keldim dedim. U menga ey balam, jannat ahlini Alloh obdan biladi dedi. Ha, shundoq. Lekin ular degan so'zningmi biror asosi bo'lish kerak. Men buning sababini hozirla sana so'zlab beraman dedi u va so'zlashga boshladi. Men payg'ambar alayhisalomning hayot vaqtida bir kechasi mundaq tush ko'rdim. Tushimda bir odam kelib menga o'rningdan tur dedi. Men o'rnimdan turdim. U odam mening qo'limdan tutdi. Mening so'l tarafimda bir yo'l bor ekan. Men shu yo'lda mangmoqchi bo'lganimda u odam qo'y uni. U sening yo'ling emas dedi. Men shunda qarsam, tuyuqsiz o'ng tarafimda bir ochiq yo'l paydo bo'ldi. Elqi kishi meni shu yo'lda mengishga buyurdi. Men shu yo'lda mengib, oxirida orliqlari kengri ketgan. Yop-yeshil, go'zal bir bog'chaga kirib qoldim. Bu bog'chaning o'ttirisida tuvi yerda, uchi osmonga taqashgan bir to'mirdan bo'lgan to'rik bor ekan. Uning uchida oltindan yasalgan bir halqa bor ekan. U kishi menga "Uningga chiq" dedi. Men chiqolmayman dedim. U chaqda mening qishimga bir xizmatchi kelib, meni ko'tardi. Men yuqoriga qarab o'rlab, hatto to'rikning uchiga chiqdimda, elqi oltin halqani ikki qo'lim bilan tutib oldim. Men toki tong otqanga qadar uningga esilib qoldim. Ertasi payg'ambar alayhisalomga tushimni bayon qilib berdim. U menga so'l tarafingda sen ko'rgan yo'l do'zaxning yo'li. O'ng tarafingdagi yo'l bo'lsa jannat ahlining yo'li. Seni go'zalligi va yeshilligi bilan hayron qoldirgan bog' bo'lsa islom. Bog' o'ttirsidagi to'rik bo'lsa dinning asosi. Halqi bo'lsa mustahkam tutiladigan e'tiqod. Sen uningga toki o'lgichi esilib turdi ekansan degan edi, dedi Abdullah ibn Salam. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Ömer'e Osman nahdi qo'ldab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari